Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Sinsinnati shahrida qurilayotgan masjidimiz juda ham chiroyli bo'lib qurilyapti. Tomlari yopildi. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana bugun hasharga kelgan edik. Bizga ham O'zbekistondan delegatsiya xormeylar degani kelyapti. Xudo xolasa Qur'on musobaqalari bo'ladigan bo'lyapti keyingi haftalarga. Shayx Alijon domla va bir qator O'zbekistonda ko'zga ko'ringan ilmli ulamolar kelishi ko'zda tutilyapti mana shu kunlarda. Shifoxonada biz ham bir ko'rib yo'qlab degandek chiroyli bo'lyapti. Ichki ko'rinishi juda ham chiroyli bo'lyapti. Mana inshaalloh Xudo xolasa Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi bo'lib poydevordan boshlab qurilayotgan masjid bo'lyapti. Xudo xolasa Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomlariga qurilyapti. Xudo xolasa shu Zafar akamiz bosh bo'lib Zafar akamiz Xudo xolasa Zafar akamiz o'zlari kamtargina bo'lib turibdi. Qancha gap so'zlar, nadomatlar bo'lishiga qaramasdan shu ochkili odam Zafar akaga bosh bo'lib, yana bir qancha bosh bo'lib turgan akalar bor. Asosiysi Zafar akam tashabbusi bilan shu darajaga keldi. Inshaalloh Alloh kuch-quvvat bersin Zafar akaga ham. Unga rizqiga baraka bersin. Alloh o'zi mukofotini bersin Zafar akaga. Duo qilib qo'yasizlar. Hoji akamizga kuch-quvvat bersin. Charchamasin. Shunaqa xayrli ishlarda. Zafar akamiz shu o'zbeklarda bu yerda eng kattamizda. O'zbeklar общинasining eng kattasi. Chiroyli bo'lyapti Xudo xolasa inshaalloh. Xayrli tomonlar, mana podvallari ham bor Xudo xolasa. Oz qoldi. Xudo xolasa kelib namozlar o'qiymiz bu yerlarda mana. Noldan qurilyapti. Amerikada birinchi marotaba. Amerikada boshqa masjidlar bor, o'zbeklar tomonidan olingan, pulini to'lab. Bu endi noldan qurilyapti. Birinchi marotaba. Juda ham go'zal bo'ladi inshaalloh.